Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bizning eng katta strategik yo'limiz. Tadbirkorlik qancha tez rivojlansa, mamlakat shuncha qudratli bo'ladi, xalqimiz shuncha farovon yashaydi. Dekabr oyida ochiq muloqotda asosan yirik tadbirkorlar bilan gaplashib, keyingi rejalarni belgilab olgan edik. Bugun kichik va o'rta biznesda tez o'sayotgan tadbirkorlarga ko'mak berib, ularni ham chempionga aylantirish uchun nima qilishimiz kerak degan savolga sizlar bilan birgalikda javob topamiz. Yurtimizda kichik va o'rta biznes, ish o'rni, investitsiya, innovatsiya, raqobat, qo'shilgan qiymat va eksportni ko'paytirishga eng katta turtki berayotgan yo'nalishga aylandi. Yaratilgan sharoitlar hisobiga kichik va o'rta tadbirkorlar soni 5 yilda 2 karra ko'paydi. Ularda 10,5 million odam ishlayapti. Jami band aholimizda 74%. Iqtisodiyotimizning yarmidan ko'pi sanoat va eksportning 3dan 1 shu soha vakillari hissasiga to'g'ri kelyapti. Mana shu raqamlarning o'zi ham iqtisodiyotimiz uchun kichik va o'rta biznes qanchalik muhimligini yaqqol ko'rsatib turibdi va har qanday muvaffaqiyatli yirik biznesga erishish eng avvalo kichik g'oya va harakatdan boshlanadi. O'zgarishlarga tez moslashadigan, yangilik va raqobatdan qo'rqmaydigan, muhimi odamlarni ishli qilib daromadini ko'paytirishda eng faol soha bu albatta kichik biznes. Shu bois kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bundan keyin ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.